Bo'ston tumani aholisi zo'r yashash uchun oyiga qancha pul topish kerak? Shu haqida odamlar fikrni o'rganib ko'ramiz. Eng kamida 5 ming kerak. 5 ming. 5 million kerak eng kamida. Yaxshi yashash uchun. 10 million topish kerak. Topyapsiz? Yoshga bo'lyapti. Yaxshi yashash. Oyiga kamida 10 million topish kerak. Shunda yaxshi yashash. Ha. Aslida sal yaxshi yashasa bo'ladi. 15 million topsa bo'ladi. Yetadi. Zo'r yetadi. 10 million topish kerak-da eng kamida. Kamida. Kamida 10 million. Mashina chotki yashaysiz. Topyapman, undan ham ko'p. 7-8 million topsa bo'ladi. Topsalar yaxshi yashasa bo'ladi, agar kreditlar bo'lmasa. Keyin yaxshi pitsaxona ochsanglar, undan ham zo'r yashaysizlar. Yashash uchun kamida endi o'rtacha yengil oilalarda 5 million oylig'i yetadi. 10 million, 15 million atrofida pul kerak bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi yashash uchun zo'r, sharoit zo'r bo'lishi.